Jurnal bir narsa o'qib qoldim. Bu bunda da bezibdi. Osimning ayoli to'limi Azazil to'limi besham edi. Ha desli Osimning yuzini tatlib oladi. Ha desli kanaylarini yoritib o'tadi. Mushu to'lib tatlib elishning dadiga chidamay Osim itizdan tushdi, uyga ketmay, itizdan noyat kesh kirgizatdi. Hatta Osim ayoli uxlab qolganda uyga kirishni bek yoqtiradi. Bir kun Osim itizda tushdi, uyga ketkisi shundoq kelmay bir tal tovuzni tizg'ib urib chiqib, qo'li bilan mashundaq elib yeb, shopig'ini eshigiga berib atadi. Eshigini mazzi qilib yeyotadi. Osim mazzi qilib shundaq bir baxtlik bu ikkisi tovuz yeyotadi. Yavassa ayoli eshaga var vaqirab butun maysiga tutkurgini chachirdi. Yetib keldi. Diva. Var. Bütün mayısla appa. Var. Osim qanday qilama deb besh qatdi. Eshak shapaqni mendan evoldigan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Bu eshak buni xato tushundi. Xato tushunib qilib mush sakrab ikki putlab burni tepedi. Mush ikki qoshining o'ttirig'i tegib Osimning ayoli eshakni jimbadi. Yana Osim yig'ladi. Voy mehribon ayoli. Voy og'zi yumshoq ayolim. Voy siliq sipoyam, mehribon gulim. Maqtab yig'layotdi. Ayollar kirib ko'rishib Osimni quchoqlaydi. Osim ayollarga beshini manda langishtirib Erlar kirib quchoqlab ko'rishdi. Osim ularga beshini yoqtab chaqayotdi. Jiroq qarab turgan bir og'insi yig'layotgan Osimning qishiga kelib, "Adash, sen bu ayollar sen bilan ko'rsa, ularga undaq adaysa. Bu erlar ko'rishdi, ular nimishki beshini manda yoq desa desa. Adash, ayollar ayoling tomoq ustitdi, mehribon undan qo'tdi deydi, ularga adayma. Erlar ishkini sotamiz deydi, ular yoqtirmaydi."